Loy tayyorlab beradigan nimalar ham bor-da. Tagidan ushlaysa, maytdan ushlaysangiz yumshoqda. Qancha turish kerak buning ichida? 12 soat. 12 soatda. 1000 gradusga boradi, u 222 ekanu. Mana ikki asr bo'lgan. Usto Mazoyerdiki mana. Boshqa ustaniki, Usto Mazoyer. 120 yil bo'lgan mana o'qiga, tagiga. Maytni o'zimiz yasadik-ku. Ana tepadigoniga 120 yil, 130 yil bo'lgan. Ozroq bersaga pishmay qoladi. Hozir siz aytayotgan ko'chadagilar 800 da uchiradi. Nimaki, u 1000 gradusga borsaga elektr energiya ko'p ketadi, gaz ko'p ketadi. Bu $10dan $100gacha narsa bor. Katta kichikligiga, ishiga, guliga qarab narx qo'yiladi. Biz sizlarga bugun O'zbekistonning Rishtonida atayin idish oyoq jasovchi turistlar uchun qurilgan bir joy bor ekan. Bu yerda 20 usta bor ekan. Al ustalardan kelib qantib jasaladi, qanday buyumlar jasaladi, o'sha turali ma'lumot olib, sizlarga to'liq keng ko'rgazamiz. Bu joydan açılganına 2 yıl bo'libdir. Anda mesela biz men bo'lingizlar. Bunu faqat hali setkadan o'tkazib, toshlarni terilib tashladi. Shu Rishtonni o'rta o'q chizig'idan 1 kilometr aylanasiga hamma joyida bor. Ona nimasi bilan, mo'jizasi bilanki, nimaki shu Rishtonlarni nima uchun mo'jiza yaratgani uchun sopolni tan tashlasangiz sopol bo'ladi. Ammo tosh loyga aylanmaydi. Mana hozir ish prosesini birinchi nimasi loy tayyorlab bo'lgandan keyin buni bitta usul nimasiki, loyni o'z bolangizni tarbiyalagandek tarbiyalash kerak. Nimaki, tarbiya yaxshi bo'lmasa bola ham katta yaxshi bo'lmaydi. O'shanga boshidan loyni o'zingizga neydigan, qaysi tomonga bursangiz ketadigan bo'lib, o'shanga to'g'rilab olish kerak. To'g'ri bo'lmasa qiyshiq chiqadi. Ballarda qiziqqan 10 ta 15 ta kelib qiziqadi. Nimaki, usta shogird nimasi bor. Mana hozir piyola yasab ko'rsataman. Sakkizta yonadi, 2 ta chekasi. Men endi kuchi yetmasa, oqma gazni propan qo'shaman. Endi u bir xil joyda gaz bo'lmaydi-yu. Propanda hali nima qo'ydim. Bittasi bitta xumdonga yetadi. Ki otam 20 yilda oldin Rishtonda Usto Mahyoqub, Usto Mazoyer, Usto Abdulla degan ustalar sirini o'zi bilan olib ketgan. Hech kimga aytmagan, shogird chiqarmagan. 20 yilda Rishtonni ko'k moviy rangini chiqargandan keyin 83-yil davlat oldingi davlat mukofotini
Gosprimeyser. Sıylangan. Bu otamniki, maytda meniki bilan o'g'limniki. Bu bitta nimaki qumg'on maytda mana. Atamızdık'a kaça yıl oldu oşunda? Ha? 21 yil bo'ldi. Mına Ha. ötkönlüğü. Bularga bunu da jasagan. 50 yil bo'lgan. 50 yıllık. Mınalar hazır 50 yıllık buyumlar. Ha. Buların sadası mı? Manu yo'q. Manu 2 asr bo'lgan. Ustomazoyerdiki manu. Boshqa ustaniki, Ustomazoyer. Manu hali oldingi tepadigan charxmao bo'lgan mana. Uşu da jasagan. Ha. İlgari. Hazır 120 yil bo'lgan mana o'qiga, tagiga. Maytni o'zimiz yasadik-ku, ana tepadigoniga 120 yil, 130 yil bo'lgan. Bu $10dan $100gacha narsa bor. Katta kichikligiga, ishiga, guliga qarab narx qo'yiladi. Bunun kraskası gülü öçpeyt ketpeydi. Ketmaydi. Ketmaydi. Mana aytdi hozir mana. Men gradusga borgandan keyin loyni tarkibi o'zini emib oladi. Ozroq bersaga pishmay qoladi. Hozir siz aytayotgan ko'chadagilar 800 da uchiradi. Nimaki bu 1000 gradusga borsaga elektr energiya ko'p ketadi, gaz ko'p ketadi. O'shanga vaqtroq usti yaraqlaydi, nimasi ishmaydi. 4 soatda uchiradi, 12 soat, o'zi sopolni 12 soatda uchirish kerak.